Bir xil bolalarga hech ham tushunmayman-da. Mashinamga $2000 diska balon sotib oldim deb maqtanib kelishadi-da. Keyin vaqt kelib, yur og'ayni, yur o'rtoq, chet elga boramiz, aylanib kelamiz desa, birinchi savoli necha pul ketadi? Menimcha desam, voy, yo'q, bormayman deydi. Bitta narsani aytib qo'ying sizlarga. O'sha minayotgan mashinanglar ham, o'sha diska balon, o'sha shaqir-shuqurlar ham vaqt o'tib hammasi esdan chiqib ketadi. Lekin mana shu tabiat, manzara, shu surat hech qachon sizlarning esingizdan chiqmaydi. Hech qachon. Ko'rasizlarmi? Hammasi tabiiy. Bu Dubay emas sizlarga. Hammasi tabiiy. Manzil qayerda ekan bu deydigan bo'lsanglar, o'sha hamma yomonlaydigan Tailand, Similan oroli. Mashinasini o'zidan ham yaxshi ko'radigan akalarga, ukalarga jo'natib qo'ying.